o'g'il otasiga, ota, nimaga doim o'qi, ilm egalla deyverasiz. Hozir boy bo'lish uchun o'qish, ilm egallash shart emas debdi. Otasi hayron, nega o'g'lim deb so'rabdi. Qarang, ana Qodir boyni. Maktabda oddiy matematik hisob-kitoblarni bilmagan ekan. Boyligini qarang, hisobini chegarasi yo'q. Ana debdi, Sulaymonboyni qarang debdi, alifboni a harfini ham bilmagan ekan. Boyligini qarang, hisobini yo'q. Ana Xotamtoy, ana G'ulomboy. O'g'il bir boshidan boylar sanab berdi. Otajim eshitdi. O'g'ilning so'zi tugagandan keyin aytibdiki, qara o'g'lim, boy bo'lish uchun o'qish, ilm egallash shart emas ekan, debdi. Yo'q, shart emas ekan ota debdi. Unda ilm nima uchun kerak deb o'g'lidan so'rabdi ota. O'g'il aytdi, men qayoqdan bilay ota? Ota aytdiki, o'g'lim bilmasang bilib ol. Ilm eng birinchi o'zligingni yo'qotmasliging uchun kerak. Yaxshi bilan yomonning farqiga, oq bilan qoraning farqiga, haq bilan nohaqning, halol bilan haromning farqiga borishing uchun kerak. Odamiyligingni, insoniyligingni yo'qotmasliging uchun kerak. Boylik masalasiga kelsak, o'g'lim rizq Allohdan. Xohlasa shohni gadoga aylantiradi, xohlasa gadoni qirolga.